Assalomu alaykum. Men ismim Shukurullo Jahongirov. 1988-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Har xil sohada o'zimni sinab ko'rdim. O'rtalarim lagerga borsa yoki qanaqadir dam olsa, men qurilishda bo'lardim. Birinchi qurilishim, birinchi loyiham aynan shu Aquamedline'dan boshlangan. Hozirgi Magic City, ya'ni Milliy bog' hududida prezident tomonidan topshiriq bo'lgan edi. Qozog'istonda Expo 2017-yilda Expo bo'lib o'tgan. Unda O'zbekiston pavilyonini qilishimiz kerak edi. Undan keyin Ashxobod parkini loyiha qilganmiz komandamiz bilan birgalikda, ya'ni ikkita prezident tashrif buyurgan loyihalardan bittasi. Ofisimizga ko'chganmiz, Toshkent City boshlangan, Toshkent Cityning konsepsiyasi, park, Congress Hall, Hilton bir vaqtda tugatishimiz kerak bo'lgan. Yana bitta qiziq loyihalardan bittasi bu prezident maktablari. Bir vaqtda eslayman, 41 ta proyektni amalga oshirardik. Yaxshi ko'rganmiz-da ishimizni. Yangi O'zbekiston bog'ini bitirishimiz kerak edi. Mustaqillik kuniga topshirishimiz kerak edi. Yangi O'zbekiston bog'i atrofida loyihalarimiz juda ko'p. O'shalardan bittasi Yangi O'zbekiston ko'chasi. Vazirlikka o'tishim, zamministr bo'lishim to'g'risida qaror berilgan ekan. Undan tashqari Samarqand aeroporti, bularning hammasini ishlash, o'sha qurilishda qatnashish sharafiga ega bo'ldim. Assalomu alaykum. Men ismim Shukurullo Jahongirov. 1988-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Yoshligim 276-maktab, ya'ni Ibn Sinoda o'tgan. Otam quruvchi bo'lganlar uchun men ham har doim qurilishda qatnashardim. To'g'risi qiyin bo'lgan yoshlikda. Yoshimizda hamma o'rtalarim lagerga borsa yoki qanaqadir dam olsa, men qurilishda bo'lardim. Bu qiyinchilik tug'dirardi. Shuning uchun boshqa sohadan o'zimni qidirgan, boshqa sohaga o'tkim kelgan. Shu sababli bo'lsa kerak, Toshkent bank kollejiga kirganman. Endi birinchidan bu uyimga yaqin bo'lgani uchun ochuchasiga yetishim kerak. Ikkinchidan baribir boshqa soha qanaqa bo'lar ekan deb qiziqishlarim bo'lgan. Toshkent bank kollejida olgan bilimlarim qo'l keldi shekilli. Universitetga kirgandan keyin o'qish oson bo'lgan. Undan keyin ko'p sohalarda loyihalar qildik. Hattoki diplom ishimni proyekt qilib sotganmiz. Alstom kompaniyasiga alohida bir produkt sifatida sotganimizni ham eslayman. Institut bitirgandan keyin aytganimdek har xil sohada o'zimni sinab ko'rdim. Bu bank sohasida, bu eksport import kompaniyalarida va hokazo. Lekin shu qurilish sohasi baribir ota kasb bo'lgani uchunmi qaytib keldim bu sohaga. Birinchisi eslayman, shu Toshkent bosh plan litseyga ishimni olib borganimni. U yerda yangi boshlangan payti Navoiy ko'chada Oqdomlar, Ganga mosti, Xorazmda park qilgan edik. O'sha loyihalarda qatnashgan edim. Endi oradan vaqt o'tib, Discovery Invest haqida eshitgan edim. Discovery Invest yangi ochilgan vaqti. Shu joyda ishlayman deb birinchi Sherzod Saidjonovich oldilariga kelganimni eslayman. Birinchi loyiham Aquamedline bo'lgan edi. Aquamedline'ning birinchi animatsiyasini ko'rsatgan edik. Uni landshaftini ishlab chiqamiz, uni fasadlarini ishlab chiqamiz, umumiy proyektini ko'rsatib, birinchi qurilishim ham, birinchi loyiham ham aynan shu Aquamedline'dan boshlangan. Birinchi marta Jahongir Obidovich ofisda ko'rganimiz hozirgi Magic City, ya'ni Milliy bog' hududida prezident tomonidan topshiriq bo'lgan edi. Shu joyi loyihasini qilish bo'yicha birinchi marta bizani ofisga kelib o'zlari zadaniya bergan edilar. Kecha kunduz uxlamasdan alohida o'shani konsepsiyasini qilib ishlab chiqqan edik. Undan keyin ketma-ket bo'lgan. Qozog'istonda Expo 2017-yilda Expo bo'lib o'tgan. Unda O'zbekiston pavilyonini qilishimiz kerak edi. Uni ham uxlamasdan bir adashmasam 2 kunning ichida bir 4-5 xil loyiha ko'rsatilgan. Uni keyin hurmatli prezidentga prezentatsiya qilganlar va uni orasidan ikkitasi tanlangan. Eng qizig'i nima bo'lganki, ikkalasini ham qaysidir joyi yaxshi edi. Ikkalasini olib birga birlashtirib bir loyiha qilishimiz kerak edi. Qurilishi ham ajoyib bo'lgan, juda ham qisqa srok. Adashmasam 40 kun vaqtimiz bor edi. Ham o'sha proyektini qilib, ham qurilishini bitkazganmiz. Xudoga shukrki, o'sha loyiha Qozog'istondagi Expoda eng ko'p qatnov bo'lgan proyektlardan bittasi bo'lgan. Suvda yuradigan mashina kashf qilingan edi, telefon kashf qilingan edi. Qanaqa desak, yurganda o'zi zaryad oladigan. Butun hamma interyeri o'sha plastik Zax Hadid stili deymiz, o'shanaqa stilda qilingan. Barisol degan kompaniya bo'lardi. Hozirgi Natijnoga yaqinroq. O'sha barisollarni olib kelib, hamma butun dunyoga tarqab ketgan. U paytda kapsula degan narsa bor edi. O'sha kapsulani olib kelib qo'yilgan. Hamma butun akfa oyoqqa turib, hamma rahbarlar bilan birga o'sha obyekt tugatilgan. Undan keyin
Ashxobod parkini loyiha qilganmiz komandamiz bilan birgalikda. Hozirgi Ashxobod parki amfiteatr qush manga tushgan edi. Endi butun game plandan tashqari komanda bo'lib hammasini baravar bitirib, xabaringiz bor, prezident tashrif buyurgan, ya'ni ikkita prezident tashrif buyurgan loyihalardan bittasi. Undan keyin ofisimizga ko'chganmiz. Toshkent City boshlangan. Toshkent Cityning konsepsiyasi bu paytda har xil kompaniyalar bilan birga ishlangan va orasidan tanlanganki, o'zimiz ham loyiha qilganmiz. Bitta klassik uslubida, bitta modern uslubida turetskiy kompaniya ishlagan, amerikanskiy som kompaniya ishlagan va oxir-oqibat o'sha tabanlo degan turetskiy kompaniyani konsepsiyasi tanlangan va uni ustida ishlashni boshlaganmiz. Bu ichida bog' konsepsiyasi, kongress hall, Hilton, turar joylar va atrofdagi hamma binolarni alohida loyihasini ishlashni boshlaganmiz. Eslayman, o'sha park, kongress hall, Hilton bir vaqtda tugatishimiz kerak bo'lgan, chunki tashrif buyurish kerak edi. Juda ham bir hashar ko'rinishda o'tgan proyektlardan bittasi. Har kuni qurilishda yurishimizdan tashqari bir kechasi 12 gacha adashmasam abs qilib aylanib har bitta detallarni ko'rib loyihalarni bitirganmiz. Hamma proyektda o'zini qiziq tarafi bor-da, boshlanishi. Jahongirovich kelardilar-da, har doim zadaniya beradilar. Ya'ni qanaqa bo'ladi zadaniya desak, ko'pincha umumiy fikr aytiladi, joy ko'rsatiladi. O'sha joyga konsepsiya ishlash. Toshkent City loyihasi aytganimdek bir nechta proyektlar bo'lgan, bir nechta konsepsiyalar bo'lgan. O'shalarning hammasini birma-bir render qilingan, loyihasi chizilgan. Qizig'i nima desak, qizig'i ofisimizga hurmatli prezidentimizga kelib prezentatsiya qilishimiz kerak bo'lgan edi. Eslayman, o'sha holda bir 40 ga yaqin planshetni chiqarib qo'yib qo'ygan edik. Biz umuman kutmagan edik. Prezident kirib, bizani ham ofisga bir ko'rishib ketadilar deb. To'satdan biz kutib o'tiramiz, hamma planshetlar qo'yilgan, prezentatsiya o'tgan, to'satdan kirib kelganlar. Bitta narsani bilinglar, bu hali sizlarni katta ishlaringni boshlanishi. Bizga qachongacha endi chet eldan kelib qilib berish kerak. Sizlar qayerlaring kam? Hech qayerlaring kam emas, hech kimdan kam bo'lmaysizlar. Faqat o'zimiz. Mana kecha eshitgan bo'lsalaring, hech kim kelib bizga, millatimizga, mamlakatimizga beg'araz hech kim yordam bermaydi. Yagona xalqimiz, o'zimiz peshona terimiz bilan buyukligimizni ko'rsatishimiz kerak. Yana bitta qiziq loyihalardan bittasi bu prezident maktablari. Komandamiz bilan eslayman, nechta odam bo'lsa hammaga baravar bo'lgan holatda ishlagan edik. Kimdir plan chizadi, kimdir interyer qiladi, kimdir fasadini ustida ishlaydi. Juda ham dahshat proyekt bo'lgan. Sabab u ham 120 kunda qurilgan. Ya'ni o'shani loyihasini ham qilib, ham qurilishini ham tugatishimiz kerak bo'lgan edi. Bu ham bir chiroyli komandani ishlagan loyihalardan bittasi. Yana bitta qiziq loyihalardan bittasi ayni pandemiya payti, adashmasam ikkinchi valnasi bo'lsa kerak, shu Yangi O'zbekiston bog'ini bitirishimiz kerak edi. Mustaqillik kuniga topshirishimiz kerak edi. U yerda xabaringiz bor, 100 gektar, u yerda stella bor, mustaqillik stellasi. Umumiy bog'i konsepsiyasi 5 ta harakatlar strategiyasidan kelib chiqqan. Ya'ni o'sha paytda prezidentning 5 harakatlar strategiyasi bor edi. 5 bargi daraxtni shakllantirgan, ya'ni ko'rsatgan. Eslayman, o'shanda turetskiy kompaniya, italyanskiy kompaniya bilan birgalikda o'zimiz ham loyiha qilgan edik. Hurmatli bosh vazirimizga prezentatsiya qilingan. Birinchisi Italiya arxitektori prezentatsiya qilgan. Endi pandemiya bo'lgani uchun qo'rqqan, to'g'risi uchib kelishga, shuning uchun onlayn bo'lgan uniki. Undan keyin ustozim deb aytaman, M Design kompaniyasi, turk arxitektori. Uni prezentatsiyasi bo'lgan. Endi u ko'proq Olimpiya halqasi deb 5 tayu unda ham o'shanga moslab turib qilganda. Biza ozgina endi bizning mentalitetni tushunganimiz, o'zimizni odamlarni tushunganimiz uchun ko'proq biz daraxt, mana shunaqa yashillik temasidan ketib loyiha qilganmiz va to'satdan bizani loyiha tanlangan. Keyin hurmatli bosh vazir aytgan edilar, zo'r proyektinglar yoqdi. Ana endi professionallar bilan birga ishlanglar, yaxshi loyiha chiqsin deb, ana o'shanda M Design bilan birgalikda, hamkorlikda ishni boshlagan edik. Yangi O'zbekiston bog'i atrofida loyihalarimiz juda ko'p. O'shalardan bittasi Yangi O'zbekiston ko'chasi. Eslayman, prezidentga alohida prezentatsiya qilingan maketlarni yasagan edik katta qilib, har bitta binoni kesimi, unda bo'ladigan yo'l qanaqa ko'rinishda bo'ladi, har bittasini prezentatsiya qilingan. Shundan keyin men uchun bu kun surpriz bo'lgan. Ya'ni aynan shu kuni qaror berilgan ekan, vazirlikka o'tishim, zamministr bo'lishim to'g'risida qaror berilgan ekan. Shundan keyin qurilish vazirligida qurilish vaziri o'rinbosari sifatida ishladim. U yerda ham ko'p loyihalar amalga oshirdik. O'shalardan bittasi Samarqanddagi turistik markaz, undan tashqari Samarqand aeroporti, xabaringiz bor. Bularning hammasini ishlash, o'sha qurilishda qatnashish sharafiga ega bo'ldim.
Endi loyihalarimiz shunaqa ham ko'p ediki, bir vaqtda eslayman 41 ta proyektni amalga oshirardik. Ya'ni bir vaqtda 41 ta qurilish davom etardi. Uni hamma proyektini qilish, konsepsiyasini, interyeri, fasadi, rabochkasini tekshirish, bir-biriga to'g'ri kelishini qilish. Shunaqangi ko'p proyektlar bo'lardiki, hattoki uxlamagan kunlarimiz juda ham ko'p bo'lgan. O'ylab qarasam hozir katta qizim qanaqa qilib tug'ildi, qanaqa katta bo'lganini ham bilmay qolganman. Bu ish bilan mashg'ul bo'lib yaxshi ko'rganmiz-da ishimizni. Har doim qilaylik, yangi proyekt bo'lsa, katta proyektlarda qatnashaylik deb yonganmiz ichimizda. Qanaqa qilib katta bo'lganini ham bilmay qolganman. Jahongir Obidovich har doim aytardilar, qilsang eng zo'rini qilgan, eng katta proyektlarni qilaring derdilar. Shuning uchun bizning ham ichimizda bir olov paydo bo'lganda, katta proyektlarda qatnashaylik, katta ishlar qilaylik. Ertaga bizani ham ish ko'rganda, ha, mana shu bolalar qilgan deb tanisin deb endi qiziqqanmiz. O'shaning uchun ham har doim qiynalsa ham, qiyin bo'lsa ham, uxlamasa ham katta proyektda qatnashmoqmiz deb chin dildan harakat qilganmiz. Endi doimiy qurilishda bo'lganimiz uchun Central Asia University'ning ikkinchi etapini qurilishiga keldim. Undan keyin menga surpriz bo'ldi. Ya'ni birinchi kun qurilishni davom ettiraman, yana yangi katta qurilishda qatnashaman deb kelgan bo'lsam, ikkinchi kuni yana ham xursandchilik bo'ldi. Bu nima desak, Central Asia University arxitektura va dizayn fakultetida dekanlik vazifasi topshirildi. To'g'risini aytaman, bu universitet sohasi menga bir begona desa ham bo'ladi. Sabab to'g'ri o'rgatilgan, shu paytgacha student bo'lib kelgan bolalar bor, yangidan o'rgatganlarimiz bor, ancha bolalar bilan birga ishlaganmiz, komandada ishlaganmiz har doim. Yoqqan tarafi universitet aynan shu komanda shakllanadigan joy. Universitetdagi bolalar birinchi loyihani ishlab chiqadigan joyi. Birinchi bir-biri bilan guruhda ishlaydigan joy. Universitetda hozir ham aynan maqsadim o'sha guruhlarni oldindan shakllantirish. Hammani kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa o'qishidan qat'iy nazar, eng kami bir mana shu loyihani qilganda, shu loyihani qilibdi deb qabul qiladigan darajaga ko'tarish. Har doim aytaman, arxitektura shunaqa narsaki, hamma sohani birlashtiradigan. Chunki hammaga arxitektura kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, avvalo binosi kerak bo'ladi. Demakki, arxitektor bu hamma sohani o'rganish kerak, hammani birlashtira oladigan joy. Universitetimizda ham shunaqa joy bo'lishi kerak. Yoshlarimizni eng birinchi qadami qanaqa bo'ladigan bo'lsa, tasavvur qilaylik, chet el kompaniyasi keldi. Bizani O'zbekistonda o'zini представительligini ochmoqchi. Birinchi nimani ko'radi desak, birinchi universitetni ko'radi. Okey, universitetdan keyin nima deydigan bo'lsak, portfolio, qilgan ishini ko'radi. Agar bizani talabalarimiz qiladigan ishi kimgadir ko'rsatganda zo'r, har qayerda qurilibdi, zo'r proyekt bo'libdi desa, meni maqsadim mana shu erishganim bo'ladi. Bitta misol keltirmoqchiman-da. Pablo Picasso, bilamiz, rassom, hayoti davrida 20 ming rasm chizgan ekan, lekin biz biladigan 3-4 tasi bor. Bu nima degani desak, mehnat. Arxitektura ham aynan shunaqa narsa. Mehnat ustiga qurilgan narsa. Agar arxitekturada mehnat qilib, o'zini ustida ishlamasa, mehnat qilmasa, hech qanday narsaga erishib bo'lmaydi. Yaxshi loyihalar, hammani ko'ngilda qoladigan, bir landmark bo'lgan shaharni ko'rkiga qo'shadigan loyihalar ham aynan mehnat orqasida turibdi. Mehnat qilgandan keyin yaxshi loyiha bir kun o'zini mevasini beradi.